Assalomu alaykum aziz dindoshlarim. Bugun men sizlarga juda ham muhim gapni aytmoqchiman. Bu mavzu hech qachon musulmonning ustidan kulmaslik va uni ranjitmaslik haqida. Bu juda ham dolzarb va ehtiyotkorlik qilinishi kerak bo'lgan mavzu. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi aytayapti. Ya'ni bir guruh kofirlarga qarab, o'sha jahannamdagi yonayotgan kofirlarga qarab aytayapti, sizlar menga ishonganlarning, musulmonlarning ustidan kular edinglar. Ularni masxara qilar edinglar va ularni ranjitar edinglar deb o'zi aytayapti. Va o'sha yerda qolinglar va men bilan gapirmanglar deyapti Alloh taolo oyatda. Ya'ni bu juda ham qattiq ogohlantirish va Alloh taoloning, ya'ni yaratuvchi zotning gapirmasligi bu uning kofirlarni yomon ko'rishidan, ya'ni ulardan g'azablanayotganidan dalolat beradi. Shuning uchun mo'min musulmonlarni ustidan hech qachon kulmanglar, juda ehtiyot bo'linglar. Bu borada ularni ranjitmanglar aslo. Bugun hatto Yaponiyadagi yoshlar ham islomni qabul qilmoqda. Men bu haqida bir nechta videorolik ko'rdim internetda. Juda ham ta'sirli. Ular hammasi birin-ketin islom dinini qabul qilishmoqda va kalima-i shahodatni keltirishmoqda va undan so'ng islom dinini chuqur o'rganishmoqda. Bu albatta juda quvonarli holat.